Qachon xursand bo'lasiz? Kimdir menga sovg'a bersa, shunga xursand bo'lib ketaman. Mashalloh. Nima sovg'alarni yaxshi ko'rasiz? Nimangiz yo'q edi? O'rtoqlaringizda bor, nima yo'q sizda? Kir mashinka yo'q. Kir mashinangiz yo'qmi? Kir mashina bolalarga kerak bo'ladigan narsa emas-ku. Nega kir mashina kerak sizga? Menga kerak bo'lmasa ham, onamga kerak. Buvingizga kerakmi? Nega? Ustilarni yuvadi. Hozir qo'lda yuvaladi-ya. Qiynalib ketadilarmi? Yana nimalar olib berishni xohlaysiz buvingizlarga? Keyin bitta divoncha kerak. Divan kerak. Yana Keyin kitob javonchasi kerak. kitob javoni. Kitob javoni kerakmi? Kitob o'qishni yaxshi ko'rasizmi? Mashalloh. Keyin Nega buvingiz kir yuvishlarini eslaganingizda yig'lagingiz keldi? Qiynaladilarmi buvingiz? Nimadan qiynaladilar yana buvingiz? qanday? Hamma narsani sotib olsa bo'ladimi? Ota-onanichi? Yo'q. Nega? Sotib olsa bo'lmaydi. Qaysi biri yaxshi o'zi insonlarning? Boy bo'lgani yaxshimi, kambag'al bo'lgani? Ikkovsi ham Ikkalasi ham yaxshimi? Nimaga boy bo'lish yaxshi? hammaga yordam beradi. Boy bo'lsa, kambag'al bo'lishi nimasi yaxshi? O'sha puli yo'q bo'lganda nima qilsa yaxshi bo'ladi? Allohga shukr qilsa Puli yo'q bo'lganda Allohga shukr qilsa, topiladi. topiladi. Odamlar o'zi nima uchun dunyoga kelishgan? Nima qilishadi ular? Yaxshilik qilish uchun, Mashalloh. Yana hammaga yordam berish uchun. Malika, kimni eng ko'p sog'inasiz? Ayamda. O'zingiz ayajoningizni qaysi gaplarini eslaysiz? Har kun maktabga ketayotganda yaxshi borib ketaydi. Ularga nima deya olmagansiz siz? Qaysi gapni ayta olmagansiz ayaga aytgingiz keladi? Men sizni yaxshi ko'raman dedim. Dadangizlarni esla olasizmi? Eslayman. Nima deb erkalatardilar sizni? Ismim bilan chaqirmay qizim chaqiradi. Ota-onasiga quloq solmaydigan qizlar bor-da. Lekin ularning ota-onasi bor. Ularga nima deb nasihat qilgan bo'lardingiz? Nima degan bo'lardingiz? Shu ota-onang qadriga yetgan. Ota-onani pulga sotib olsa bo'ladimi? Nima uchun? Chunki menimcha hech kim ota-onasini pulga sotmasa kerak. Odamlarning nima xislati sizga yoqmaydi? Nimasi yoqmaydi odamlar? Shu ota-onasini qadriga yetmadi.